Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir iz korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi tovarlar realizatsiyasi eksporti. Hujjatni yaratish uchun продажи menyusidagi realizatsiya akt nakladniy bo'limiga kiramiz. So'ngra realizatsiya tugmasi bosiladi va tovar operatsiya turini tanlab olamiz. Va birin-ketin ushbu bo'sh maydonlarni to'ldiramiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Sklad qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosamiz. Ushbu ro'yxatda realizatsiya qilinayotgan tovarlar ombori ko'rsatiladi. O'zimizga kerakli omborni tanlab olamiz va подразделение qismiga o'tamiz. Показать все tugmasini bosib, o'zimizga kerakli подразделениeni tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. So'ngra kontragent qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosamiz. Ushbu chiqqan ro'yxatdan o'zimizga kerakli kontragentni tanlab olsak bo'ladi. Agar bizga kerakli kontragent mavjud bo'lmasa, создать tugmasini bosib, yangi kontragent yaratib olishimiz mumkin. Kontragent nomi kiritiladi va pastdagi strana registratsiyada показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli davlatlardan birini tanlab qo'yishimiz mumkin. Agar bizga kerakli davlat bo'lmasa, yuqoridagi добавить из klassifikator tugmasini bosib, klassifikatordan kerakli mamlakatni tanlab qo'ysak bo'ladi. So'ngra записать закрыть tugmasini bosamiz va asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz dogovor qismi, ya'ni shartnoma. показать все tugmasini bosib, создать tugmasini bosamiz va shartnoma ma'lumotlarini to'ldiramiz. Birinchi navbatda shartnoma nomeri yoziladi va shartnoma sanasi. Va tsena qismida o'zimizga kerakli valyutani tanlab olishimiz mumkin. Va yana quyidagi установка срок оплаты, ya'ni to'lov ma'lumotlari va pastdagi